Yoy hali ham titrayapti, lekin hech bo'lmaganda hozir o'rnida turibdi. Yaxi to'siqni kuzatadi. Qizning otasi ketgan hududga borishning imkoni yo'q. Qiz jim qarab turibdi. Boshqa yo'l bor, deydi Xiohang. Uzoqroq, baribir boramizmi? Ha, lekin avval yaxshiroq qurol kerak. U Xiohangdan elektrchi yoki qurol do'konini biladimi deb so'raydi. Xiohang oylab bosh irgaydi. Bir odamni biladi. Oz shahridan temirchi ustasi. Bu Yaxining e'tiborini tortadi. U hali tirik bo'lishi ehtimoli bor. Bo'lmasa ham uning joyida materiallar qolgan. Bu macheteni u yasagan. Ko'proq material yaxshiroq qurol degani borishga arziydi. Xiohang eski kunlarni eslay boshlaydi. Jim bo'l, deydi yo ohista. Yaxi uxlab qolgan. Ular bir ko'prikdan o'tib boshqa tumanga kiradi. Xiohang tashqariga chiqib cho'ziladi. Nihoyat, yillar o'tgan bo'lishi mumkin, lekin joy unchalik o'zgarmagan. Yaxi atrofni ko'zdan kechiradi. Bunga arzasa yaxshi, bo'lmasa seni shu yerga ko'maman. Birinchi qoida, hududga kirishdan oldin tozalash kerak. U tashqaridagi zombilarni skanerlaydi. Bularning hech biri Dostinga o'xshaydimi? Xiohang ikkilanadi. Bilmayman. Unda marvarid yigishni boshlang, deydi Yaxibi. Kuting, mashinadan bir ovoz keladi. Yordam bermoqchiman. Yoyuri oldinga qadam tashlaydi. Yaxibi unga siz hushidan ketasiz yoki tishlanib hammamizni sekinlatasiz, deydi. Qiz hozir yaxshi ekanligini, ehtiyot bo'lishini aytib turib oladi. Xiohang tirjaydi. Agar jasur bo'lsa, men qazaman. U yigib tursin. Yaxibining ovozi sovib ketadi. Agar birorangiz tishlansa, ozim qirib tashlayman. Yaura uning ikkilanmay gapirganini payqaydi. Yaxibi ichkariga kirib, zombilarni kesib o'tadi. Xiohang bosh suyaklarini yorib suhbatlashadi. Yoyuri esa yashil marvaridlarni qopga solib boradi. Yaqin atrofdagi binodan kimdir durbin bilan kuzatib turibdi. Sogichi qolidagi odam ko'zlari bezovtalikdan qoraygan. Yana bir odam kiradi. Brother Lov. Lov ogirilmay taqillat, keyingi safar deb qichqiradi. Tashqaridagi yangi odam titraydi. Nima gap deb so'raydi Lov. Ular yon tomondagi temirchilik do'konida 3 kishi. Bittasi zombilarni yolg'iz oldiryapti, kuchli. Lov ularni ko'rganini aytadi. Nega uni bezovta qilyaptilar? Yangi odam duduqlanadi. Buni boshqa. Lov oylab bir imo ishorasi bilan bir qiz unga lahza noodli olib keladi. U paketni yangi odamga tashlab, yeb, kerakli narsani ayt, deydi. Yangi odam, Brother Lov ajoyib deb nurlanadi. Lov yonidagi qizni beparvo silaydi. U charchagan va och ko'rinadi va tiz cho'kadi. Tolani u yerdan olib chiqing, deb buyuradi Lov. Hammani yeging, qolganini tugating. Kim bajarsa mukofot oladi. Do'konga qaytib, zombilar tugagan. Bitta marvarid qolgan. Yay Xiohangga atrofni tekshir, men ichkariga qarayman, deydi. U eshikni tepib ochadi. Toliq temirchilik ustaxonasi. Xonani skanerlaydi. Anvil, asboblar, qurol javonlari. Ochoq hali ham yonmoqda. Kimdir yaqinda bo'lgan. Xiohang joy buzilmagan ko'rinadi, lekin do'sti qayerga ketganini bilmaydi. Yay, marvarid va mashinalardan xurdalarni olib kel, pichogingni charxla. Xiohang devordagi tayyor qurollarni ko'rsatib, nega shulardan birini olib ketmaymiz? Bir haftadan keyin yaroqsiz bo'ladi. Xiohangning ko'zlari kattalashadi. U tushunadi. Yay yangi narsa yasamoqda. Harakatlan, deydi Yay marvaridlarni olib. Kel. Xiohang uning ojar ekanligini goldiradi. Yoyver, nima qilishim kerak deb so'raydi. Ochoq guvillab yonadi. Pistonlar harakatlanadi. Mexanikning birinchi mahorati qurilish. Yay po'lat trubkani olovga soladi va boshlaydi bolgalash. Xiohang hayratda, bunday yoshda temirchilikni biladi. Marvaridlarni idishga quyib ber, deb buyuradi Yaybay. Xiohang bo'ysunadi. Marvaridlar olovda erib, yaltiroq yashil suyuqlikka aylanadi. Undan deyarli sehrli bir nur taraladi. Yaybay bir shisha qulupnay sharbatini kesib, eritmaga quyadi. Suyuqlik qo'shiladi. So'ng pichoqni unga botiradi. Metal nurni shimadi. Keyin yana bolgalaydi. Qo'ng'iroq ovozi tashqarida aks sado beradi. Brother Lov guruhi eshitadi. Yangi odam dahshatdan qotadi. Bir otkir jagli odam istehzo qiladi. Oson manba. Uzun sochli yigit esa haqiqiy sovga Xiguan bilan vaqt o'tkazish ekanligini aytadi. Polo ko'ylakli odam ogohlantiradi. Agar Brother Lov bu odamni oldirmoqchi bo'lsa, sababi bor. Tunga qadar kutib, ularning ehtiyoti pasayganda zarba bergan yaxshi. Ichkarida Yabay yasashda davom etadi. Dizayn deyarli futuristik, mexanik va aniq ko'rinadi. Jamen bu bola qandaydir eng yaxshi muhandislik universitetidan chiqqan deb o'ylay boshlaydi. Yabay bir qismni tugatib, darhol boshqasini boshlaydi. Birinchi qismni suvdan chiqaradi. Javang hushtak chaladi. Bu elektr naqsh kasal. Yay shunchaki tabassum qiladi. Materiallar tayyor. Endi mexanik nima qila olishini ko'rsatish vaqti. Yastolga nootli qo'yadi. Jim shunchaki uning yonida bo'lishdan baxtiyor. U o'zini xavfsiz his qiladi. Birdan bir qol uning og'zini mahkam yopadi. Uzun sochli jirkanch uni orqaga sudrab, boshqa joyga olib ketayotganini aytadi. Ichkarida Yabay pichoqni charxlab tugatgan.
uni mexanik ramkaga o'rnatib qo'yadi. Jahang bunday narsalarni faqat filmlarda ko'rganman deb tikiladi. Yay ikkita kabelni ulaydi. Quvvat vaqti. Qurol guvillab jonlanadi, yashil nur sochadi. Generator chirsillab turganiga qaramay ushlab turadi. Ikkinchi darajali qilich. Tayyor, deydi Yabay. Jahang ham bitta xohlaydi. Keyin ular yoyirni baqirganini eshitishadi. Tashqariga to'g'ri Brother Lu todasiga borib urilishadi. Bir odamning qolida osilib qolgan holda. Yabayning yuzi qorayadi. Kalta boshli rahbar unga qurolni tashlashini aytadi. Aks holda qiz oladi. Yabay buning o'rniga qolini ko'taradi. Bir zarba zamin bo'ylab zarba to'lqini otib, odamni ikkiga bo'ladi. Yana biri qochishga urinadi. Qayerga ketyapsan? Ikkinchi zarba metal qog'ozdek ikkiga bo'linadi. Vahima boshlanadi. Ular orqalariga tarqalishadi. Yay allaqachon birinchi boshi yoq tunni yasagan. Odamlardan biri yashamoqchi bo'lsangiz, qizni tashlang deb baqiradi. Ogirlovchi rad etadi. Agar qochmasa, Brother Low keyin oldiradi. Bir chaqmoq yoyi ularning yuzidan otib ketadi. Yay xotirjam oldinga yuradi. Keyin Xiaohang baqiradi. Orqasidan yana bir to'da keladi. Bu zombilar avvalgidan tezroq harakat qilishadi. Qandaydir narsa ularni o'zgartirgandek. Xiaohang qotib qoladi. Endi nima? Yay pichoqni ushlab to'daga qarab yuguradi. Yashil yoylar yaltiraydi. Zombilar birin-ketin yiqiladi. Xiaohang hayratda yay boronday kesib o'tmoqda. Lekin ikki ogirlovchi qochib ketmoqda. Ular o'sha bino tomon ketayapti. Jami Hang baqiradi. Aniq, to'xtab tikilma, mashinani olib quv deb ishora qiladi Ibey. Jiao Hang jipga o'tirib tezda yo'lga tushadi. Uning orqasida Ibey todani kesishda davom etadi. Qizni qutqarish endi Jiao Hangga qoldi. Qochayotgan odamlar dvigatel guvillaganini eshitishadi. Jiao Hang ularga qarab boradi. Ular bir avtobusga sakrab, oz bazalarning kirishini to'sishadi. U qattiq tormozlaydi. Avtobus eshikni berkitadi. U tashqariga chiqib nima qilishini bilmaydi. Ichkarida ko'proq odam derazadan kuzatib turibdi. Bitta tola yigit, oson. Ular avtobusdan tushib mashinani qoldirishini yoki u binodagi hammasini kuydirishini ogohlantiradilar. Xiaohang homraydi. Kel ko'raylik. Qalpoqli bir yigit unga yugurib, Xiaohang tov. Yeganidan ko'ra ko'proq odam oldirgani bilan maqtanadi. Xiaohangning kattaligiga qaraganda dadil davo. Xiaohang o'zini tayyorlaydi. Olimni so'rayapsan. Yashil yarim oy uning yonidan o'tadi. Hujumchi ikkiga bo'linadi. Orqasidagi avtobus ham ikkiga yoriladi. Xiaohang ko'zlarini pirpiratadi. Yay allaqachon kelgan. Zombilar tozalangan. Harakatlan, qutqaramiz, deydi Yay. U yana bir zarba bilan avtobusni toza ikkiga bo'ladi. Ustunlar ortida ko'proq odamlar hujumga tayyor turishadi. Ibey ochiq maydonga to'g'ri yuradi. Biri pichoq otadi, uni sezadi, havoda tosadi va bir zarba bilan javob qaytaradi. Yana bir tana qutilar ortidan yiqiladi. Kimdir molotov uloqtiradi. Yay raqs tushayotgandek chetlab o'tadi va yashil yarim oy zarbasi bilan javob qaytaradi. Oq ovozi eshitiladi. Oq zorga o'tkazib yuboradi. U xuddi Neo sekin harakatda qochayotgandek harakat qiladi. Brother Low yuqoridan tomosha qilib ta'sirlanadi. Yabbe ajoyib, deb qanday qilib bunchalik kuchli bo'lganini so'raydi. Unga ichimlik taklif qiladi. Iste'dodni qadrlashini aytadi. Ibey pichogini ko'taradi. Luo Yao yuriga ishora qiladi. Qimirlama, u tinch uxlayapti. Keyingi soniyada olishi mumkin. U Ibeyga xushmuomalalik bilan munosabatda bo'layotganini, shuning uchun o'zini ko'rsatishni bas qilishi kerakligini, aks holda oq qilichdan tezroqmi sinab ko'rishlarini aytadi. Ibey uni jimlik bilan kuzatadi. Xiaohang reja nima? Ularda qurol bor, deb shivirlaydi. Yay birdan tabassum qiladi va gaplashishga rozi ekanligini aytadi. U katta bir ish ustida ishlayapti va odam kuchi kerak. Agar Luo hammani yiksa, imkoniyat beradi. Lu ko'zlarini qisadi. Haqiqatan ham hamma bilan gaplashmoqchimisan? Mayli, biz seni kutib olamiz. Xiaohang aqldan ozgan, qurolli, yolg'iz hammasiga qarshi deb goldiradi. Qo'rqsang, ket, deydi Yay xotirjam. Xiaohang titraydi, lekin agar Yab yolg'iz kirayotgan bo'lsa, u ham ketishini, afsuslanmasligini aytadi. Yay bu odam zerikarli deb o'ylaydi. Lakilar uni ichkariga kuzatib qo'yishadi. Sunni Luning butun guruhi bilan to'lgan xonada. Lu uni kutib oladi. Atrofidagi 15 kilometrdagi barcha sog'lom odamlar shu yerda ekanligini, uning rahbar Shanga ekanligini, ismini va qanday yordam kerakligini so'raydi. Yap, deydi u, esimda. Luo Shang undan bu falokat qanday boshlanganini biladimi so'raydi. Luo qotib qoladi. Yay Bay uning yuzini va bularning barchasining kelib chiqishini qanday biladi? Yay erta belgilarni ko'rib, material yigib qo'ygani uchun uni maqtaydi va uning Nether Dragon uyushmasini tuzish rejasini tilga oladi. Luning sarosimasi chuqurlashadi. Bu nom faqat bir necha odamga aytilgan edi. Bu bola qanday biladi? Yay yashil marvaridni chiqarib, Luni buning ko'proq qiziqtirishini aytadi. Lu sabrsizlanib, o'yinlarni to'xtatib, gapirishini aytadi. Yay pauza qilib, baliq ovqatlari yordamida kelgan virus, aholini nazorat qiladigan qurol yoki noma'lum narsa olib kelgan begona meteor bo'lishi mumkinligini sanab o'tadi. Luning uchala nazariyani eshitganini biladi. Shuning uchun odamlarni shahar markazidan bu olis bazaga ko'chirgan. Lu bosh irgaydi. Virus haqida ko'pchilikka qaraganda bir oz ko'proq biladi. Cho'ntagidan ikkita marvarid chiqaradi.
nega ular zombi miyasida paydo bo'lishini hanuz tushunmasa ham, Yabayning katta loyihasi va qilichi bilan bog'liq deb gumon qiladi. Yay tasdiqlaydi, lekin unga yordam kerak bo'ladi. Lu bir shart bilan rozi bo'ladi. Avval qilichni kormoqchi. Yay uni ko'tara boshlaydi. Luo unga yonidagi qizni eslatadi. Hech kim fojiali yakunni xohlamaydi. Yay pauza qilib uzatadi. Bir lakit uni ushlab, deyarli yiqilib, qilich aql bovar qilmaydigan darajada og'ir ekanligini aytadi. Luo masxaralab og'zi sinab ko'radi. Hatto ko'tara olmaydi. Quruq kuladi. Bugun syurprizlarga to'la. Davom et, tushuntir. Yay ularga haqiqatni aytadi. Kimdir infeksiyalanganida miyasida marvarid paydo bo'la boshlaydi. Avval qorong bo'ladi. U zombi ichida qancha uzoq qolsa, shuncha ko'p energiya yutadi. Bu energiya inson tanasiga yaxshi moslashadi va oddiy polatdan ancha kuchli qurollarni yasaydi. Lu qiziqib oldinga egiladi. Agar tanaga moslashsa, ularni yeb kuchliroq bo'la olamizmi? Yay marvaridlarni iste'mol qilish mumkinligini, lekin ko'p odamlar zombiga aylanishini aytadi. Lu aylanmaganlarga nima bo'ladi deb so'raydi. Ko'rsataman, deydi Yabay. Birinchi qadam aktivatsiya. U ikkita kabelni ulaydi. Yashil energiya xona bo'ylab tarqaladi. Generatorlar uchqun chiqarib, alanga oladi. Qorong'ilik. Nima qilding deb baqiradi Luo. Shu nafasda Yabay qilichni ushlab hujum qiladi. Birinchi zarba o'tkazib yuboradi. Lu qayta o'q uzadi. Yabay o'qdan sirgalib otadi. Qo'lini mahkam qisib, odamni kesib o'tadi. Titrayotgan rahbar juda kech tushunadi. Uni past baholagan. Nether Dragon todasi shu yerda oladi, deydi Yabay sovuq. Boshqa zamonda siz qurol yasab, qullik tizimini qurib, nom qozongan bo'lardingiz. Bu safar emas. Yana bir zarba, ko'proq tanalar parchalanishadi. Pol vayron bo'lgan, hamma joyda qon. Yay tomonga qaraydi. U hali ham xushsiz. Uning yuzini korib yengillashadi, sochlarini ohista silaydi. Dunyo yetarlicha shafqatsiz, uni buni ko'rishi shart emas. Eshik oldida bir timsol paydo bo'ladi. Oldin qochgan qo'rqoq Xaohang, qo'lida chiroq, hayratda. Hammasini yo'q qilding. Ha, Yay poldan bir qurol oladi. Maqsad yakunlandi. Kut, deydi Xaohang, buning uchun kelganmiz. Yangi qurollar olami, deydi Yay, evolyutsiyaga uchraydi. Har qachongidan xavfliroq. Xaohang u nimaga aylanishiga qiziqadi va hatto Yabayning marvaridlarni generatorga tashlab tartibsizlik qilish hiylasini maqtaydi. Aqlli. Bir shisha to'satdan polga taqillaydi. Ular og'irladi. Bir qiz yaqinda yiqilgan holda yotib, uni oldirmasliklarini yalinib so'raydi. Xaohang nega bu yerda bir qiz bor, deb gapiradi. U uni qo'lga olganini, qul bo'lib yashab, har kuni azob chekkanini, todagi hech qanday aloqasi yo'qligini aytadi. Yay undan Lu materiallarning qolgan qismini qayerda yashirganini biladimi so'raydi. U bosh irgab, ularga yo'l ko'rsatishni taklif qiladi. Ular yurganda Xaohang undan qayerdanligini so'raydi. Sharqiy shahar, deb javob beradi qiz. Ular lift oldida to'xtashadi. 6-qavatdagi omborxonalar. Yay Xaohangga yor bilan qolishni aytadi. U qiz bilan omborni tekshiradi. Vayronalar orasida yarador bir to'da a'zosi jasadlar orasidan sudralib o'tadi. U Lu Shenni ikkiga bo'lingan holda ko'radi. Uning ko'zi marvaridga tushadi. U Yabay uni qora metal energiya deb ataganini eslaydi. Lu Shangni yeb qo'yish uni xudoga aylantirishi mumkinligini eslaydi. Boshqa chorasi qolmaganidan uni yutib yuboradi. Ko'z qorachiga kichirayadi, tomirlari bortib chiqadi. Azob ichida talvasaga tushadi. Tashqarida momaqaldiroq gumburlaydi. Yoy uyg'onadi. Derazalar tashqarisida yomg'ir sharros yog'moqda. U qayerda ekanliklarini so'raydi. Xaohang unga tinchlanishini aytadi. U og'irlab ketilgan edi. Lekin ular uni qutqarishgan. Yay qaytib keladi va uning uyg'onganini payqaydi. Hech narsa topdingmi, deb so'raydi Xaohang. Ha, lekin uni qochirish ertagacha davom etadi. Qizchi qochib ketdi. Yay omborga yetib kelganliklarini aytadi. Bu yomg'irda galati. U qo'l silkitadi. Uni unut, dam olishimiz kerak. Bo'rondan keyin ko'chalar zombi bilan to'lib ketadi. Boshqa joyda bir qiz jimgina yuvinadi. Eshik ortidan erkak ovozi aks sado beradi. U aylanmagan va uning uyida hech narsa tekin emas. U tutqichni shitirlatib, uning tanasidan boshqa taklif qiladigan hech narsasi yo'qligini aytadi. U yordam so'rab chinqiradi. U kuladi. Bunday yomg'irda hech kim uni eshitmaydi. Keyin eshik ozozidan yorilib ochiladi. U qotib qoladi va nima bo'lganini tekshirish uchun tashqariga chiqadi. Dush tashqarisidagi odam halokatli xato qiladi. Bir chinqiriq aks sado beradi. Qiz tashqariga qaraydi. U ulkan jonzot tomonidan devorga urilgan. U chinqiradi. Jonzot o'rnida turib, unga tikiladi va qo'lini uzatadi. U orqaga chekinib, yaqinlashmaslikni yalinib so'raydi. Jonzot to'xtab, ko'zgudagi aksini ko'radi. Keyin boshini ushlab yiqiladi. Men yirtqich hayvon emasman. U polni mushtlab nega bunga aylanganini so'raydi. Titrab turgan sargish qiz uning kimligini so'raydi. U otilganini, keyin zombi marvaridini yutganini, tanasi o'zgarishni boshlaganini aytadi. Qiz sarosimaga tushadi. Odam
odamlar qora metal marvaridni yeb bunga aylanadi. U Yay ismli odam aytganini, marvaridni yirtqichning boshidan olganini aytadi. Qizning ko'zlari otkirlashadi. U yana tilga olgan. Birdan jasorat bilan u qayerda ekanligini so'raydi. Jonzot Yay yaqinda janubiy shaharga kelganini va bir binodagi hammasini qirib tashlaganini aytadi. Eng boshidagi sargish Ruy sovuq tabassum qiladi. U Yay bayni oldirmoqchi. Jonzot bosh chayqaydi. Bu mumkin emas. Yay juda kuchli. Rohi uning tufayli shu holatda ekanligini, ular dushman ekanligini aytadi. U Jonzotni kuzatadi. Agar u bir odamni bir zumda oldirgan bo'lsa, sen ham kuchli emasmisan? Jonzot o'zini kuchli his qilishini, lekin uni yaxshi boshqara olmasligini aytadi va undan qo'rqadimi deb so'raydi. Ruy aqldan ozgandek kuladi. Qo'lini uning qo'li bo'ylab yurgizadi. Sen kuchlisan, yana oldirishga yordam ber. Men ham sen xohlagan narsani beraman. U bezovtalangan ko'rinmaydi. U ulkan yirtqich hayvon. U hayajon bilan uni ko'taradi. Unda yana oldirishga yordam beraman. U tabassum qiladi. Reja tuzilgan, lekin uning tanasi titraydi. Nimadir noto'g'ri. U tiz chokib chinqirib yuboradi. Tun otadi. Tong keladi. Yay qurollanadi. Omborda ular ko'proq lahza nootli, sigaret va ichimliklar topishadi. U shaytoniy qilichni orqasiga bo'glaydi. Materiallar egilgan. Harakatlanish vaqti. Ular pastga tushadi. Xiao-Hang qotib qoladi. Nimadir mashina tomiga urilib, meteorit tushgandek ko'rinadi. U vahima ichida iglay deydi, hatto ocholmaydi. Yay bay zararni kuzatadi. Shunchaki boron uchun juda og'ir. Bir zarba tom toza ikkiga bo'linadi. Yuk mashinasi endi kabrioletga aylangan. Oynalari buzilmagan, zavodda yasalgandek ko'rinadi. Ular chiqib ketishadi. Dvigatel hali ham ishlaydi. Endi otasini topamiz, deb so'raydi Xiao-Hang. Ha, ular yo'lga tushadi. Xiao-Hang tirjaydi. Kabriolet apokalipsis nashri yomon emas. Keyin zombilar ularni payqaydi. Bir chekkada bir qiz va bir necha talaba todadan yugurib kelishadi. Yay ularni taniydi. Sobiq sinfdoshlari hali ham tirik. Ular yordam so'rab chinqirishmoqda. Bir qo'pol qiz yiqiladi. Zombilar yaqinlashadi. Bir yashil yarim oy havoni kesib o'tadi. Toda parchalanadi. Talabalar hayratda qolib tikilishadi. Keyin Yay ularga qarab kelayotganini ko'rishadi. U tabassum qiladi. Sizlarni yana ko'rishni kutmagan. Ular aqldan ozgandek rahmat aytishadi. Olgan deb o'ylashganini aytishadi. Sargish yigit, qanday qilib buncha kuchli bo'lding, deb so'raydi. Yay buni e'tiborsiz qoldirib, qayoqqa ketyapsiz, deb so'raydi. Ular maktabdan qochganlardan keyin bir orolda lager tashkil etilayotganini eshitganliklarini, yo'lda ko'plari olganini tushuntirishadi. Biri mashinani payqab, bizni olib keta olasizmi, deb so'raydi. Yana bir qiz ochlikdan oldinga qadam tashlab, ovqatingiz bormi, deb so'raydi. Yao jimgina kuzatib, ular qanchalik umidsiz ko'rinayotganini payqaydi. Xiao-Hang ularni mashinasidan ko'ra hamma narsadan ko'ra ko'proq qiziqtirayotganini goldiradi. Yay qo'lini ko'taradi. Jim bo'ling, mashinada benzin kam, sizni uzoqqa olib keta olmayman. Ular sayohat so'rashdan oldin unga bir yaxshilik qarzdor ekanliklarini aytadi. Sobiq sinfdoshlari ishtiyoq bilan bosh irgaydi. Hamma narsaga tayyor. Yay tabassum qiladi. Jiao, qoidalarni tushuntir. Jiao birdan mas'uliyat bilan yonib ketadi. Yay qolgan zombilar tomon yuradi. Ularni tozalayman, siz yig'ishtirib oling. Talabalar sarosimada ko'zlarini pirpiratishadi. Xiao-Hang asboblarni tarqatib, marvaridni qanday chiqarishni ko'rsatadi. Bu oson. Bir qiz joyida hushidan ketadi. Yaoyuer xotirjam tushuntiradi. Bosh suyaklari yumshoq, chiqarish qiyin emas. Qolganlari unga tikilib, qanday hayot uni bunchalik barqaror qilgan deb hayron bo'lishadi. Jiao asboblarni tarqatishda davom etib, tishlanmaslikdan ogohlantiradi. Sargish yigit nima uchun bu yashil raqqosa bunday marvaridlarni juda xohlashini qiziqib shivirlaydi. Yao Shouet ular yigib turgan vaqtda kesishda davom etadi. 2 soat o'tgach, qop to'ladi. Yaoy ularga ovqat tarqatishni aytadi. Xiao-Hang uning so'rovsiz materiallarni berishini yoqtirmay qichqiradi. Talabalar yolvoradi. Tola yigit hatto maydalangan nonni ham berishdan bosh tortadi. Keyin nimadir mashina ramkasiga metal xirillash bilan tushadi. Avvalgi toliq mutatsiyaga uchragan jonzot o'sha yer. Yaos uni darhol taniydi. Bu rivojlangan qobiliyat foydalanuvchisi. Yugur deb baqiradi. U bir zarba uning qo'lini kesib tashlaydi. U orqaga sakrab yashil yarim oy yuboradi. Jonzot qochadi. U aqlsiz emas, o'ylaydi. Sekin qarsak aks sado beradi. Ruy oldinga qadam tashlaydi. O'sha past kesimli malikaning o'zi. Yayning ko'zlari qorayadi. Talabalar hayratda qolib, sinf rahbari deyishadi. Ruby har qanday yo'l bilan omon qolganini faqat Yayni ko'rish uchun aytadi. U jonzotga Yayni oldirishni buyuradi. Yay nega uning tomonida ekanligini tushuna olmaydi. Jonzot hujum qiladi. Uning jang qilishdan boshqa iloji yo'q. Ya uning ismini eslaydi. Bir olov shari ularning orasiga tushadi. Uning tomoshasida yana bir timsol, uzun sochli, olov bilan oralgan jonzot. Dengizdagi kemada bir odam sigaret chekib, bu yerda hayot tinch, zombilar ucha olmaydi. Boshqa qayiqlardan material egishni rejalashtirayotganini aytadi. Keyin bir qayiq portlaydi.
portlaydi. Olovli jonzot qonadi. Odamlar chinqiradi va ular yo'qoladi. Ko'chaga qaytamiz. Olovli jonzot bir binoning tepasida turib, pastga tikiladi. Yay va mutatsiyaga uchragan jonzot ikkalasi ham tepaga qaraydi. Yana bir rivojlangan foydalanuvchi bundan ham yomoni elementar turdagi. Rohiy tushunmaydi. O'zining jonzotidan bu narsa uning ittifoqchisimi deb so'raydi. U bilmasligini aytadi. Olovli jonzot sakrab, uni bo'g'zidan ushlaydi. Aniq do'stona emas. U bilan aqlga kelishga urinadi. U oyogini uning qorniga qo'yib, uni mashinaga tepadi. Keyin uni olov bilan portlatadi. Xiaohang ularning mashinasi va ovqati yonayotganini ko'rib chinqiradi. Mashinani unut, yugur deb baqiradi Yay. U Yaoyuni ushlab harakatlanadi. Rohiy o'z jonzotiga Yayani oldirishni baqirib yuboradi. Jonzot qiynaladi. Bu jang uning xohlaganicha ketmayapti. To'satdan olovli jonzot to'g'ri Yaoyga bir olov sharini uloqtiradi. Zamin portlaydi, hamma tarqaladi. Yaoy yiqiladi, lekin Yi uni so'nggi soniyada tortib oladi. Ularning dushmanlari o'rtasida olov devori ko'tariladi. Harakatlan deb baqiradi Yay, jim tikilma. Qayoqqa deb yig'laydi Xiaohang. Yoy ko'chaning narigi tomonida bir garaj eshigini payqab, u tomon yuguradi. Men bilan kel. Orqasida Ruaki jonzoti yana olovli jonzotga yuzlanadi. U bilan gapirishga urinib, jang qilmasliklari kerakligini aytadi. U ham qora metal energiyani yeganmi? U bir iborani goldiradi. Qora marvarid. Olovli jonzot birdan boshini ushlab yiqiladi. Men yemoqchi emas edi. Aqldan ozganlar meni karavotga bo'glab, tomogimdan majburan marvarid yedirishdi. Men ularning olimini xohlayman. Kim oldirsa kulini oladi. Ruining jonzoti bosh irgaydi. Uni majbur qilishgan. U tushunadi. Ru ularni to'xtatib, yetarli, qochib ketmoqda, deydi. U qonlarni chalkashtirib, ularni masxara qiladi. Qochib ketishiga yo'l qo'ysangiz, qanday qilib qasos olasiz? Jonzot unga hali ham Yehididan kuzatishi mumkinligini aytadi. Olovli jonzot bu ahamiyatli kim ekanligini so'raydi. Qora jonzot marvaridlar haqida bilishini, hatto ularni yana odamga qanday qaytarishni bilishi mumkinligini aytadi. Olovli jonzot ikkilanadi. Agar qaytish yo'li bo'lsa, ularga qo'shilaman. Yi va boshqalar ko'cha bo'ylab yugurishadi. Birdan mashina ularga qarab kelib portlaydi va yo'lni to'sadi. Jonzot yaqin joyga qonib, jang tugamaganligini, la'natlangan marvaridni tushunishini bilishini va gaplashish vaqti kelganini aytadi. Yoy bundan qochib qutula olmasligini biladi. U Xiaohangga Yaoyni olib qochishni, u vaqtni olishini aytadi. Ular burchakka burilishadi. Olovli jonzot ularni orab, yo'lini to'sadi. Xiaohang goldiradi. Ruoki mashina tepasida oyoqlarini chalkashtirib yotib kuladi. Endi qochish yo'q. Yi undan toygan. U do'stlariga orqada turishlarini va unga qoldirishlarini aytadi. Qora jonzot hujum qiladi. Yay qochadi. U glokni chiqarib oq uzadi. Oq Ruokining yelkasiga tegadi. U chinqiradi. Jonzot qotib qoladi. U Yining unga nishon olgan deb o'ylagan edi. Yana bir oq, bu safar Ruhiyaning qorniga. Jonzot o'zini uning oldiga tashlaydi. Xuddi yashil zarba bilan kuzatib borgan edi. U uning uchun mo'ljallangan zarbani oladi. Olovli jonzot orqasidan urib, ko'chani alanga oladi. Yo dumalab chetlanadi. Bir olov boroni unga qarab keladi. U pichogi bilan uni qaytaradi. Yaoer va Xiaohang esa hech narsa qilolmay kuzatib turishadi. Yaoer sumkasidan bir bolta chiqarib uloqtiradi. U olovli jonzotning boshiga tegib, hech qanday ta'sir qilmasdan qaytadi. Jonzot ogiriladi. Xiaohang vahima bosadi. Bu chalgitish Yabbiga imkoniyat ochadi. Deyarli, lekin uning asl nishoni tepadagi quvur edi. Bir zarba, quvur yoriladi, suv to'kilib, alanganlarni ochiradi. Buk ko'tariladi. Yay hujum qilib, olovli jonzotni kesadi. U chinqirib yuboradi. U orqaga gandiraklaganida uning oyogini deyarli kesadi. U chekinadi. Endi yana qora jonzotga qarshi. Buning uchun to'laysan deb ogohlantiradi jonzot. Ikkala jonzot ham kaltaklangan holda chekinishadi. Ular ketishadi. Yo yolg'iz qolib, keyin bir tiz chokib, charchoqdan qiynaladi. Yao Yuer uning oldiga yuguradi. U yarador bo'lganmi deb so'raydi. Yo'q, shunchaki yengil tortdim. Ular ikkita qobiliyat foydalanuvchisidan omon qolishgan. Xiaohung bular qayerdan kelganini so'raydi. Yi pauza qilib tushuntiradi. Odamlar marvarid iste'mol qilganda ko'pchilik zombiga aylanadi. Lekin har 10 mingtadan birida kimdir qobiliyat foydalanuvchisiga aylanadi. Bundan ham nodir, aqlini saqlaydi. Xiaohang bularning hammasini qanday bilishini so'raydi. Keyin tushuntirib beraman. Hozir keyingi qadamni qaror qilishimiz kerak. Ular mashinani, ovqatni yo'qotishgan. Yay bay qovogini chimirib, apokalipsis avvalgidan tezroq tezlashayotganini, yomonlashishidan oldin u kuchliroq narsa yasashi kerakligini aytadi. Tashqarida yana yomg'ir yog'ayotgan edi. Bundan ham battar, mashina vayron bo'lgan edi. Xiaohang ular hech bo'lmaganda bir nechta materiallarni qutqara olishlarini yiglab aytdi. Eng yomoni o'sha la'nati yirtqichlar garaj oldida
atrofidagi barcha mashinalarni qochib ketishlariga to'sqinlik qilish uchun tashlab ketishgan edi. Shuning uchun hozir hech narsasi yo'q edi. U ikkalasiga bir palto uzatdi. Bu yomg'irdan saqlanishi bor yoki shu ekanligini aytdi. Yigit undan nima bo'layotganini so'radi. U ilgari shu yerda bo'lganini, otasining eski do'sti yaqin joyda yashashini aytdi va bir tomonga ishora qildi. Agar o'sha yo'ldan borilsa, uning uyiga yetib borish mumkin edi. Katta yigit bu odam kim va u hali tirikmi deb so'radi. U biroz galati, lekin yaxshi odam ekanligini, hech bo'lmaganda shunday umid qilishini aytdi. Uning uyida baland devorlar, ko'plab kompyuterlar va molkol ovqat bor edi. Shuning uchun u xavfsizdir deb o'ylagan. Katta yigit bu odamning uyida internet kafe bormi deb so'radi. Yigit u otasining do'sti bo'lgani uchun, otasi ham u yerda bo'lishi mumkinligini aytdi. Qanday bo'lmasin, tekshirishga arziydi. Ammo orqasidan yana zombi to'dasi kelayotgan edi. Yaybay yo'lni tozalashini va ular orqasidan to'g'ri kelishlari kerakligini aytdi. Ayni paytda boshqa katta yirtqich ham zombilarni parchalab o'tayotgan edi. U biriga yaqinlashib marvaridni yulib oldi. Yetarlidek deb binoga sakradi. Olovli yirtqich qiz yomg'irdan yashirinayotgan edi. U tashqaridan kirib, ruchini chaqirdi. U hushidan ketish arafasida edi. U marvarid olib kelganini aytdi. U tezda uzatishini aytdi, lekin yirtqich undan buni yeyishiga ishonchi komilmi deb so'radi. U unga berib, xonadan chiqib ketishini aytdi. Voy, katta yirtqich ahmoqday jizzalanib qoldi. Lekin baribir unga hurmat qilardi. Olovli qiz uni yeganmi deb so'radi. U ikkilanyapti shekilli deb aytdi. Uning dugonasi, ayniqsa birini yeganidan keyin nimaga aylanganini ko'rib, u ham ikkilanishini aytdi. Lekin katta yirtqich uning olishini xohlamasligini aytdi. Olovli qiz oz jarohatlarni kuydirgan edi, lekin tibbiy yordamsiz omon qolmasligini bilardi. Ikkinchisi, uning yagona imkoniyati buni yeyish bo'lishi mumkinligini tushundi. Olovli qiz yaxshi bo'lardi. U ularga o'xshab mutatsiyaga uchrashi mumkin. Keyin yordam beradigan yana bir odam bo'lardi. Kimni xohlasa oldirib, hammadan qasos olishardi. Lekin katta yirtqich tashqarida iyaga o'xshagan kuchli odamlar bo'lishi mumkinligini aytdi. Bundan tashqari uning qoli hali ham o'smayotgan edi. Yirtqich qiz uning quroli hatto uning alangalarini to'xtata olgani galati ekanligini aytdi. Katta qora tanli yirtqich eng yaxshi harakat o'sha yigitni o'g'irlab, marvaridlar haqida hamma narsani ochib berishga majbur qilish ekanligini aytdi. Keyin u o'zini Jo deb tanishtirdi. Katta qora tanli yirtqich o'zini Wang Shen deb tanishtirdi. Do'stlarimizga qaytib yana bir jonzot yiqildi. Hatto yomg'irda ham bir soniya ham sekinlashmadi. Lekin yigit charchay boshlagan edi. Jo Hong buni payqab, dam olish uchun joy topishlari kerakligini aytdi. U unga o'zi haqida qayg'urmasligini va jirdan qayerda ekanliklarini so'radi. U bir ko'prikni ko'rsatib, uni kesib o'tgandan keyin toqqa chiqishlarini aytdi. Muammo oldindagi tunnel suv bilan to'lib ketgan va u chuqur ko'rinardi. Yigit hamma narsa tiqilib qolganini ko'rdi. Keyin u bir parcha yog'och payqab, yerga unga chiqishini va ular uni itarib yuborishlarini aytdi. Uchalasi tunnel bo'ylab harakatlana boshladi. Yohan suv ostida zombi bo'lishi mumkinligidan qo'rqib, titrab so'radi. Yo'q javob bermadi va jir unga qo'ng'iroq qildi. Bechora yigit hushini saqlashga harakat qilardi. Keyin u hushidan ketib, o'zining kichik salini o'zi bilan tortdi va toza suvga sho'ngidi. Yirtqichlarga qaytib, ular yomg'ir hali ham to'xtamasligini tushunishdi. Wang Shang xonaga qaytib, Rushi bilan gaplashishga qaror qildi. Ammo u yetib kelganida, u binafsha rang energiya chiqarayotganini ko'rdi. U nima bo'lganini so'radi va u baqira boshladi. Uning ko'kragiga musht tushirdi. Jo yugurib kirib, nega baqirishayotganini so'radi. Voy, butun uy bo'ylab qora aura portladi. Va endi biz aziz yoning o'tgan hayotidamiz. U suvdan tortib olingan va Rushi uning mexanik guruhi qayerga yashiringanini so'ragan edi. U javob bermaganida u jahli chiqdi va u unga jahannamga ketishini aytdi. U uni takabbur deb atab, buning evaziga to'lashini aytdi va uni suvga majburan itarib yubordi. Bir muncha vaqt o'tgach, u hozirgi kichkina xonada uyg'ondi. Yur uning oyog'ida uxlab yotgan edi. U qimirlab hali mudroq edi. Keyin u uyg'onganini bilganda yonib ketdi. U nihoyat hushiga kelganidan juda xursand edi. U qayerda ekanligini so'radi. Shu payt katta yigit kirib, nihoyat uyg'ongani uchun uni masxara qildi. Yo'q, uning hali ham ular bilan ekanligidan jahli chiqdi va uni bu erga olib kelgani aniq ekanligini aytdi. Yigit undan qanday qilib qiyalikdan va shuncha og'ir yomg'irda sudrab chiqqanliklarini so'radi. Bir oq sochli odam kirib, u ham buni bilishni xohlayotganini aytdi. Bir bola, bir katta yigit va bir bola zombi bilan tola ko'chalarda qanday omon qolgan. Yur hayajonlanib uni Zang bobo deb chaqirdi. U Choringning yigitni suvdan chiqarib olganini, keyin nima qilishni bilmaganini tushuntirdi. Yaxshiyamki, u kamerada kuzatib turgan edi. U
mashinada kelib, hammasini chiqarib olgan. Yao Bay undan hamma narsani ko'rganmi deb so'radi. Chol ko'rganini aytdi. U Yao Bayning zombilarni bodringday to'g'rayotganini aytdi. Bu qurol ajoyib edi va u qayerdan kelganini bilmoqchi edi. Yigit o'rnidan turib, aytolmasligini va uni darhol qaytarib berishni talab qildi. U cholni qo'rqitishga urindi, lekin oyoqlari bo'shashib, charchoqdan tiz cho'kdi. Chol u qilichni ishlatish odamning energiyasini sorib olishiga o'xshaydi dedi. U o'zini tanishtirmagani uchun kechirim so'radi. Uning ismi Jiang va uni professor Xiang deb chaqirishlari mumkin edi. Bu uning zombi virusini o'rganadigan laboratoriyasi edi. Yao bu nomni tanishgandek bo'ldi. Keyin uning xotirasiga tushdi. Qora energiya metal marvaridlariga birinchi bo'lib nom bergan tadqiqotchi aynan shu odam edi. Kelajakning futuristik mexaniki uchun Jang daho edi. Yigit ikkilanib, u haqiqatan ham professor Tiang ekanligini so'radi. Hijolat bo'lgan chol professor unga yoqqan unvon ekanligini, chunki bu chiroyli eshitilishini aytdi. Aslida u shunchaki o'ynayotgan bir odam edi. Agar insoniyatni qutqara olsa, u yaqinroq ko'rishni xohlardi. Yo agar u haqiqatan ham professor Tiang bo'lsa, bunga arzishi mumkin deb o'yladi. U qo'llarni chalkashtirib, unga o'rganish uchun undan ham yaxshiroq narsa borligini aytdi. Tirik zombi. Pastda chol ularga stol ustida nima qo'yilganini ko'rsatdi. Qurol u yerda edi. Jang faqat tahlil qilganini, boshqa hech narsa qilmaganini aytdi. Yigit qo'lini uzatdi va kang sakrab, uni ko'tarishga urinib belini deyarli sindirib qo'yganini aytdi. Yigit atrofga qarab, hayratda qoldi. Bu joy ajoyib edi. Bunday ustaxona bilan ular yanada yaxshi qurollar yasashlari mumkin edi. Kang undan o'sha narsani o'zi yasaganligini so'radi. Yigit tasdiqladi. Kang hayajonlanib, yana birini yasashini tomosha qilishni xohlashini aytdi. Yigit ishlab jarayoni sir ekanligini aytdi. Jiang bu bezorlik deb shikoyat qildi. Yigit agar ularni bir necha kun yaxshi boqsa, oylab ko'rishini aytdi. Jang monitorida u ikkalasi haqida allaqachon uzoq vaqtdan beri ma'lumotga ega edi. Voy, bu apokalipsis dunyosida bir kun ham dam olish yo'q ekan. Hatto doim oyoqlari hol bo'lib yuradigan bu zombilarga ham achin. Baza ichida yurib kameralarni kuzatib turardi. Jiang kofe bilan kirib, uning bu yerda ekanligidan xursand ekanligini aytdi. U yordam berish uchun qo'lidan kelganini qilayotganini aytdi. Jiang uni ko'proq omon qolganlarni kuzatib turgani bilan tabrikladi. Keyin afsuski otasidan hali ham xabar yo'qligini aytdi. U otasi va professor Tang yaxshi odamlar ekanligini, shuning uchun u yaxshi ekanligiga ishonchi komil ekanligini aytdi. Jang yaqinlashib, u bilan kelgan ikki kishi haqiqatan ham yaxshi odamlarmi deb so'radi. O'sha talaba juda yoshligida texnologiyani juda ko'p bilishi bilan normal ko'rinmasdi va uning ko'zlarida qotillarni eslatuvchi bir nigoh bor edi. Katta yigit normal ko'rindi, lekin Jang uning sirlarini yashirayotganiga ishon. Shu payt katta yigit kelib, Jangga uni yomonlamaslikni aytdi. Uning fikricha, Tiang galati odam edi. Uyingizda vertolyot maydonchasi, bir qancha mashinalar, yillar davomida yetarli benzin, quyosh panellari to'plamlari, qolgan ovqat to'glari bilan bu ulkan joyda yolg'iz yashar edi. Chol katta yigit hech narsani bilmasligini baqirdi. U apokalipsis uzoq vaqtdan beri kelayotganini his qilgan, shuning uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Va bu yigit uning uyida yashab, tekin ovqatlanib va baribir yomon gapirishga jur'at etardi. Chol uning maqsadi butun insoniyatni qutqarish ekanligini aytdi. Ular mushtlashdi, ularga to'xtashni aytdi. Aynan shu payt katta yigitning bo'ynining orqasiga zarba tushdi. Yigit unga qimirlamasligini aytdi. Bir qon chiqdi va Xiao Hang bu nima uchun ekanligini so'radi. U shunchaki o'girilib, zombilarning mutatsiyasi boshlanish arafasida ekanligini, shuning uchun vaqtlari kamligini, kattaroq falokat kelayotganini va tayyorgarlik ko'rishlari kerakligini aytdi. Chol zombi mutatsiyasi degan so'zni eshitib qotib qoldi. Tashqarida o'sha sobiq do'stlar hali ham zombilarni kuzatib turishgan. Voy, men bu yigitlarning borligini deyarli unutgan edim. U cho'kkalab, hammaga bu joy qurshab olinganligini, shuning uchun chiqib ketolmasligini aytdi. Ulardan biri yomg'ir juda kuchli va yo'l to'silganligini, nima qilishni bilmasligini va ularning dugonasi Siyaozi yerda hushidan ketganini aytdi. Sargish yigit yub qayerga ketganini bilmasligini, binoda hech qanday ovqat yo'qligini, shuning uchun hammasi o'sha yerda olishlarini aytdi. Lekin Sargish yigit hali ham bir yo'l borligini aytdi. U bir nechta marvarid chiqarib, ularga ko'rsatdi. Qolganlari ularni boshidan olganlarini eslashdi. Sargish yigit qiziquvchanlik bilan bir nechtasini yashirib qo'yganini va ularga hujum qilgan jonzotlar buni iste'mol qilganliklarini aytganlarni esladi. Do'stlaridan biri u haqiqatan ham o'sha tabletkani yeyishni o'ylayaptimi deb so'radi. Keyin kimdir aralashib bir tomonga ishora qildi.
Bu nima? Boshqa binoning tepasidan binafsha rang tutun ko'tarilayotgan edi. Sargish yigit qovog'ini chimirib, nega u yerda tornado borligini hayron qildi. Jangning uyiga qaytib, apokalipsisdan keyingi mexanikamiz hali ham ishiga berilib ketgan edi. Jangning uyidagi ayol uning bir necha kundan beri shu yerda ekanligini va nima uchun bunchalik berilib ketganini bilmasligini aytdi. Jang u zombilarga qarshi kurashish uchun asbob-uskunalar yasayotgan bo'lishi mumkinligini va ularning kopi oshi qora tikanli jonzot yoki olovdan yasalgan narsaga aylanishi mumkinligini aytdi. Jangning uyidagi ayol agar shunday bo'lsa, u yerdagi hamma olishini aytdi. Ularning hech qanday quroli yo'q edi. Chol faqat boshpana qurmoqchi ekanligini, urush maydoni emasligini, nega unga qurol kerak ekanligini aytdi. Shunda yugurib kelib, ularni chaqirdi. U kameralardan birida otasini ko'rganini aytdi.